Bugundan boshlab yangi hayot yashaysizlar. Qani bismillahirrohmanirrohim. Katta Masjiddan mashinada o'tib ketayotgandim, tasodifiy ko'zim mana shu uyga tushib qoldi. Uzoqda bitta kenay ish qilib yurgan ekanlar. Sharoitim ancha og'ir. Yomg'ir yog'sa uylarimizdan chakka o'tadi. Devorlarimiz yorilib ketgan. Sovuq kiradi. Shunda ham 3 ta 4 ta ko'rpa yopib yotamiz. Mana shu hollarga 1-2 oy ichida masjidga yangi uy qurib beramiz, Xudo xolasa. Ko'zingizni oching, bu xolajon sizlarning eski uyinglar, to'g'rimi? Endi bitta orqa tomoningizga qarang-da. Yangi uy muborak bo'lsin. Rahmat. Katta rahmat. Sizlar menga berdinglar. Sizlarga Xudoyim ming bersin. Eldarbek rahmat. Qarindoshlarim menga yaxshilik qo'lingizdan kelguncha qildingiz. Mana bu sizlarning uyinglar. Yoqdimi sizga? Kutmagan edim bunaqa chiqadi. Nima niyat qilgan bo'lsangiz niyatingizga yeting.